Assalomu alaykum, Zamin Begum YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimiz xush kelibsizlar. Bugun 2026-yil 21-yanvar sanasi videosini qilyapmiz. Ish jarayonlarimiz davom etyapti. Xudo xohlasa begumlarimizni cho'lchaklarimizni ajratib olish jarayonlari bo'lyapti. Hozir Namanganda bir qadrdon akamiz bizga video jo'natishgan. Ya'ni sotiladigan shu traktorlar bor ekan. Bir hafta 10 kuncha oldin bir videolarni qo'ygandik, yana bir boshqa video qilib chiqarishdi akamiz. Bir ko'ringlar, ko'rmagan aka-ukalarimiz bo'lsa, bir ko'ringlar, qiziquvchilar bo'lsa, bemalol orqaga chiqib akamizni xarid qilib olishlari mumkin. Sog' bo'linglar, videoni ko'ringlar akalar va qiziquvchilar bo'lsa, bemalol akamizga aloqaga chiqib bog'lanib ko'rishlari mumkin. Akalar, assalomu alaykum. Bugun 21-yanvar 2026-yil. Xudo xolisa mana shu traktorimiz sotiladi mana. Akalar, mana baloni. Oldi baloni ham yangi akalar, mana. Oldi 28 radnoy baloni. Bilganlar bo'lsa biladi. Motori akalar. Motori vallari zavodskoy bo'yicha, zavodskoy hali ishlanmagan. Shu yangi o'zini ishlagan motordagi valni ochib, motorni ochib, gilzaporshun bosib qo'ydik yangi. Bilganlar biladi akalar. Statori bor, aybi, akkumulyatori yo'q. Mana orqa balonlari yangi. Xudo xolisa traktorimiz 89-yil. Xudo xolisa orqa balonlari. Mana orqa ko'rinishi akalar mana. Belarusda orqalarini qo'yib qo'yganmiz. Traktorda holati. Ishga tayyor. Nomeri eski nomerdan. Mana ichki holat akalar. Mana borini bor qilib ko'rsatyapmiz. Mana holatda. Endi biz bog'larimiz bo'ldi. Biz bunga muhtojligimiz qolmadi. Traktor holati soz, ishga borib ishlatishlar mumkin. Traktorimizga qo'shimcha Xudo xolasa prsepa bor, mana. Prsepa mana shu ko'rinishi mana. Ozgina qiladigan ishlari bor. Mana baloni, bitta baloni. Mana ikkinchi balon akalar. Ko'rinishi. Persepimiz mana ichi. Chepcha mehnati bor. Stopisalarni ham, pachevniklarni ham yangi qo'yib qo'yganman, to'ralasini ham. Akalar. Mana orqadan ko'rinishi. Persepimiz orqa baloni mana. Bir, ikkinchisi, uchinchisi, mana to'rtinchisi. Mana persepni yonboshdan ko'rinishi akalar mana. Mana ko'rinishi mana shu. Endi bunga qo'shimcha bitta 70 ga kultivatsiyamiz bor. Shuni ko'rsatib qo'yaman. Endi biz bloger emasmiz. Biz boricha olamiz. Mana 70 lik kultivatsiyasi bor. 70 lik kultivatsiyasi ishlov beraveradi qatorlarga. Uni agat bor akalar. Agat. Agatlari uyda turibdi. Ham chizil, ham agat qilib ishlatsa bo'laveradi. Akalar, rahmat ko'rganlaringiz uchun. Traktorimiz bahosi 40 million so'm.